Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun obzorimizga Denza N9 mashinasini full komplektatsiyasini olib kelib qo'ydik. Mashinamiz gabarit bo'yicha Li9 dan anchagina kattaroq, lekin narxi ham Li9 ga yaqin chiqqan. Sababi bu probegli Xitoy o'zida yurgan mashinamiz. Mashinani narxini aytishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mashinani narxini $76 ming baholadik. Keselini ustida gaplashiladi. Bunda 2 litrli turbina motor. Bu gibrid hisoblanadi. Общий yurish zapas xodi 1302 kilometr, tok ko'zi 202 kilometr bergan, 47 kilovatli batareya turibdi mashinamizda. Polniy prividda 4 tala baloni ham tortadi, kraboviy xodlari bor, orqa balonlari ham aylanadi. Avtoparkovkasi bor mashinamizda. Undan tashqari oldi tomonni o'zida 6 ta, orqa tomonda 6 ta sensor sezuv parktronik datchiklari bor. Mashinamizda 275/45/20 diska balonlar bilan jihozlangan. Polniy hisobda общий mashinada 14 ta kamera mavjud. U sizga xavfsizlikni, undan tashqari o'sha yo'llarda polasa udержания yoqqan paytingiz polasada ketayotganingizda sizga yoningizdagi mashinalarni hammasini ko'rsatib, sizga qo'shimcha bezopasnost tomonlama yordam beradi. Mashinamizda liderlari bor, eshiklari o'zi ochiladi, ya'ni knopkasini bitta bosadigan bo'lsa, eshiklari o'zi ochilib beradi. Hozir Zikr 9X chiqdi. Bundan keyin Zikr 9X larda ham eshiklari xuddi shunaqa ochilib beradi. Mashinamizda arzon detal ishlatilmagan, polniy hamma joylari koja, undan tashqari yumshoq elementlar, salonlari oq bo'ladi, qoraga oq salon mana bunaqa to'q jigareng bilan kombinatsiya qilingan ishi obshipkalari. 4 tala sidenasida massajlari bor. Undan tashqari abduf, abagrev hamma funksiyalari bor. 6 ta o'rindiqda abagrev bo'ladi. Ikkita qatordagi 4 ta o'rindig'ida abdufni o'zi bo'ladi. 4 tala sidenasida massaj bo'ladi, orqada faqat abagrev o'zi. Salonlari juda ham keng. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 13.2 dyum bu yoqdagi monitorimiz, bu monitorimiz 17.3 dyum, 50 vatli bezprovodnoy zaryadkamiz bor. Bu yoqda USB portlarimiz bor. Bundan tashqari bu yoqda bemalol o'sha suvlarni, hamma narsani shu yerga sekin qo'yib bemalol ichib ketsa bo'ladi. Yaxshi tomoni minimalizm ishlatilgan, lekin bu yoqda knopkalar esdan chiqarilmagan, knopkalari bor. Bemalol bu qo'shimcha sizga hashamat bera oladi. Mana shu knopkalarni o'zi ham. Hozirgi Xitoy mashinalarida ko'pida knopkalardan voz kechilib, hammasi monitor o'ziga qo'yilyapti. Bunda lekin o'sha ozgina bo'lsa ham knopkalar bu yoqda qo'yib ketilgan. Основной selektor bu yoqda, ya'ni rullar orqasida bo'lyapti. Ya'ni bu yoq o'ng tomondan olib tashlanyapti, rullar orqasiga qo'yishyapti. Rulimiz juda ham katta, ushlab haydab ketishga anchagina udobniy. Mashinamizning yurgan probegi 12.107 kilometr yurgan. Kraskalar absolyutniy top-toza, bemalol o'zingiz uchun ko'rsatib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu yoqdan mana multimediani boshqarsa bo'ladi, zvonoklarga javob bersa bo'ladi, signallarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Signallari ham anchagina yaxshi. Bu yoqda Face ID'lari bor. Misol uchun uxlab qoladigan bo'lsangiz, salonni ichiga xabar beradi yoki rulni vibratsiya beradi. Bezopasnost uchun ishlab beradi. Bu yoqda xolodilnigimiz bor, oldi qatorda. Buni ikkala tomondan ochsa bo'ladi. Mana bu yoq tomondan ham ochsa bo'ladi, bu yoq passajir tomondan ham ochsa bo'ladi. Bu mashinamiz Denza kompaniyasi o'zi aslida Mercedes-Benz kompaniyasi hamda BYD ni bilan qo'shma korxona hisoblanadi. 2010-yil asos solingan kompaniyaga 2021-yilda Mercedes kompaniyasi 40% aksiyasini sotadi. 2024-yilda qolgan 10% aksiyasini sotadi va to'liq BYD ni o'ziga o'tib ketadi. Bu BYD ni eng premium segment hisoblanadi. Orqalari ham anchagina keng, katta. Shu orqada ketayotganda mazza qilib o'tirib ketishadi. Podstolniklari bor. Bu yerga notebooklarni qo'yib ketsangiz bo'ladi yoki yo'lda paput ovqatlanib ketsangiz ham bo'ladi. Orqasida o'zini monitorlari, o'sha televizorlari bor. Bundan tashqari bu yoqda mana xolodilniklari ham bor. Klimat kontrolni bu yoqdan boshqarib ketsangiz ham bo'ladi, ikkinchi qatordan. Bu yoqda mana kichkina narsalargacha e'tibor berilgan. Oynalar ham qo'yib ketilgan, o'zini o'sha svetlari bilan birga. Mashinamizda yon tomonlarida bezprovodnoy zaryadkalari bor. Bu yoqga bemalol o'sha telefoninglarni qo'yib, bezprovodnoy zaryadkadan foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda 50 vatli sim bilan quvvatlash, ya'ni USB porti bor. Orqa qatori anchagina keng. Yosh bola o'tirsa ham bemalol ketadi. Endi sal yoshi kattaroq bola o'tiradigan bo'lsa, tizi tegib qoladi spinkaga, lekin где-то 12-14 yoshli bolalar uchun anchagina zo'r tushadi. 3-qatori. Mashinani hadovoylari yumshoq, yurishlari ancha zo'r, razmerlari ham anchagina katta. Mashinamizning uzunligi 5208 mm, kengligi 2030 mm, bo'yiga keladigan bo'lsa 1830 mm bo'ladi.
Lekin shu godasi bilan sizlar shaharda ham yoki qanaqadir torroq mahallalarga kirib qolganinglarda ham qiynalmaysizlar. Sababi buni o'sha rul burayotganinglarda oldi balonga qo'shilib, orqa baloni ham burilib beradi. Bu ham qo'shimcha sizga o'sha tor joylarda qulaylik beradi. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, agressivniy dizaynda ishlatilgan. Mashinaning bagajlari ham anchagina katta. Masalan, bozorlik qiladigan bo'lsanglar, bemalol narsalar shu yerga sig'adi. Agar sig'may qolgan taqdirda ham bu yoq 3-qatorga yotqizib qo'yib, yana ham bagajni anchagina katta qilsanglar bo'ladi. Mashinamizning hamma navorotlari bor. Mashinada 911 ta ot kuchi. Bundan tashqari mashina 0 dan 100 gacha 3.9 sekundda chiqadi. Orqasiga monitori bilan oldigi monitor o'sha multimedia televizorlarining razmerlari bir xil bo'ladi. Bu yoqdagisi 17.3 bo'lsa, bunisi 17.1 bo'ladi. Mashinada undan tashqari ko'rayotgan bo'lsangiz, kattagina ventilyatsionni tormoznoy sistema bilan jihozlangan. Bu o'sha sizni har xil vaziyatlarda oldingizda mashina to'xtab qolganda yoki peshixod chiqib qolganda tezroq to'xtashingiz uchun qo'shimcha yordam beradi. Mashinani hamma xarakteristikalarini qisqa qilib aytib o'tdik. Kimga yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilishsa bo'ladi. Mashinani naqd avtokredit yoki 12 oygacha nasiya savdo usulida xarid qilsanglar bo'ladi. Bizning avtosalonimizda Car Hunter avtosalon Yujniy vokzalidan keyin navigatorda Navro'z 9 bo'lib chiqadi.